O'zimizni ham bor, Toshkentda shunaqa bepul gamni qaylanadigan joylarni ko'ribdi, men mazza qilardim. Dan qaranglar, pasim bor, tog'da ham bunaqa oynali joy qilib qo'yishgan, yurgani, oyoqlar boshida qaltirayotganda men o'rganib ketdim. Mana qarang, shundoq bu yoqni qarasanglar, okalar, katta suv. Hozir sizlarga lokatsiyalarni aytaman, hech joyi tushuntiraman, faqat bitta like bosib qo'yasizlar. Okalar, bu joy Chorvoqda joylashgan ekanda. Men bu yerda oilaviy kelib, men bu yerda bolalar bilan varrel uchirsalar bo'ladi mana. Varrellarni ko'ryapsizmi? Eng qizig'i bepul, hammasi. Mana shu yerda oilaviy poni aylansanglar bo'ladi. Narodan detskiy plashatkalar deysizlarmi, naroda fast foodlar deysizlarmi? Hamma narsa qilib qo'yishgan okalar. Mana shundoq o'zimizni dambani ko'ryapsizlarmi okalar? Shundoq bochkaga yetmasdan chap qo'ldan shunaqa katta kompleks qilib qo'yishgan. Короче, oilaviy kelib mazza